Mushu yurakka qilqan tumirlarda tariyib qetishib qolish mabitumu to'saldi. Akım şu yürekke cica saldık dep çi qadamından aldım. Bu cica sepulab 5 yıldan keyin yana satgan bu ne? Nima uchun bu odamlarga jijani seli yurto? Ayda jiq satgan nasimi bu? Mush to'g'riliqni so'zlab bersangiz. Ha, bu hamda tek saatdan kövrük salda deytmizken hamda yig'ib akasa ukan. Yetilgan bir odamninki tumurni bir-birisiga ulash imkoniyati bo'lsa, bir odamning tumurini, badandagi tumurlarni ma biz turayotgan yer sharini 2,5 qitim qatlab oladi. Bir odamning tumurida. Demakchi o'g'limiz odam badanida tumurdan to'nimi yo'q. Endi bir yetilgan bir odamda odatda 6-7 kilo qon ukan. Bu kan üzüksüz ekip durdu. Bu kanın özü tatlılık, süzük, şiirlik halıklı buluş gerekti. Lekin bu yemek içmeye dikkat kılmazdık. Kandaki mayninki yukarılap ketişi, kanın kuyalığı yukarılap ketişi, kanın yepişqatlığı yukarılap ketişi. Yine üç yukarılan sebebidir. Muşu yürekki kılkan tumurlarda tarayıp ketişip keliş mabitumu tosaldı. Tosalgandan bununla tiyak ya körük saldı. Toslagan bilen bedende ekivatkan kan yani aşu kuyak haletide, kandaki may yukarı, kan kuyak, kanın yepişqatlığı yukarı. Şu yukarılık haletde turuyuverse bu tumun ait köp. Yani bilek bir tumuduma, yani toslaş ketişini payda kılgandan keyin, yani bilek bir tumuduma, yani tiyak ya körük saatga ahvalını keltip çıkarıp koydu. Şunu bu keselde men tüp yıldızın sakaysam bitti. Ya ko'misi men muş kesel bo'lmasam bitti desek, kandaki may tüvelleş, kanın kuyaklığı tüvelleş, kanın yepişqatlığı tüvelleş için aldığın nima so'zlab o'tganga o'xshash baq yellik quyuq tomoqlardan yuqori energiyali tomoqlardan parhez tutish uningda bilak qondagi mayni eritadigan jigarning haroratini pasaytiradigan yurak mingidagi tumurlarni ochadigan cho'ng taratni ravonlashtirib badan ig'lig'ini tushiradigan dorilardan iste'mol qilib bersak tabiiy holda yurak qilqan tumirlardagi to'silish ketish ahvoli bundan keyin asosiyatdan ko'rolmaydi. Şuna bir qatım to'salgandan keyin buniga tiyakni, ko'rikni sap bo'ldik. Endi ikkinchi nima bo'lmaydi degan bir yo o'tib qoldisa yo sazansimi o'zgacha emas ekan. Cho'qim buni qaytadan ko'rib qilish ehtimolligini nima degan chog'da sizning badaningiz eqiyotgan shu 6-7 kilo qonning sifati tatliq suzuk shirinlik oldiga kelmaguncha yana to'silaverdi ekan. Ben bunun keyin kasalliklarni oldini olish, davolash, kontrol qilish shu soatda sizlar bilan har kuni yangi mazmunlarda o'rtoqlashib turaman. Hamisa, ko'rishaylik.